Tinch aman turibsizlarmi, olim efendilar? Tinchlik. O'ylaganimdek yomg'ir yog'ibdi. Koshki, ishga kirib rahat uxlagan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Akşamki yomg'irning sababini topa oldingizmi? Sizning yomg'ir yog'diganligini qandoq bilganligingizni bilsam, ko'nglim taskin topadi. Men bir munajjim turib, buni bilamadim. Men nadim bilay. İştim bilib oldi. Qachonki yomg'ir yog'digan bo'lsa, tugman kirib yetib oladi. Yomg'ir yog'dig'ini faqatla u oldin bilalaydi. Men hech nim bilamadim. Yakunlagan yozmalaringiz sud yuvatamsiz? Bu kitob havo kalimati to'g'riliq yozganlarim edi. Agar bir it yomg'ir yog'diganligini bizdan yaxshi bilsa, albatta sud yuvmoqdan boshqa ish qolmaydi. Siz rostla men bilan yo'lni ayirmoqchimi? Ibn Sina, sizga rostini aytsam, ko'nglim yanala Xorazmdagi rasadxonni tatib o'tadi. Xorazm shohi sizni Sulton Mahmudga tutib berishi mumkin. Neyim bo'lsin, Ko'raganga borganda o'zimga yo'l boshchi tepib, Xorazmga qaytib ketaman. Undaqda nima deb mushkamgacha yo'lning mushaqqatlariga chidadingiz? Chunki siz bilan safar qilish nihoyat ko'ngillik ish. Sulton Mahmud Ahli Bayt tarafdorlariga dushman. U Sulton Qabus Mashqavining nasabidan. Ko'raganda rahat yashay olamiz. Men rasadxonamdala rahat yashay olaman. Agar bir kuni kunlarning birida yana uchrasha olsak, birga Ko'raganga ketamiz. Ammo yana ko'risha olishimiz mumkin emas. Shunga bu yerda xo'shlashaylik va yo'limizni ayiraylik. Eng balini mushu bog'dek. Bo'ladi, shunda qilaylik. Sizning xohishingiz bo'yicha bo'lsin. Allohga omonat. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'ragan qanchalik yo'l bor? Manzilingizga yetibsiz. Bu yerda Ko'ragan.
Çapsa yolunu boşalt. Nima degan qop yuraklik bu? Bu degan Alayso davlati. Va siz bu davlatning muhim a'zosi. Sulton Mahmudning avatgan askarlari bizning davlatimizda nima ishlarni qildi? Ha? Bizning nima deb bu ishlarning xabarimiz yo'q. Daqiqangiz yo'q. Bag'dod oliylari nomida murtatlarning qallisini kesyotidi. Nima? Sizmi ularni murtad deysizmi? Ular ahli baytning tarafdorlari va do'stlari. Ularga bu huquqni kim berdi? Ular bunda qilishga jur'at qilgani qaraganda Alaysoning cho'qim bir amaldori bilan til biriktirgan gap. Ular bizning do'st siyaqidagi dushmanlarimiz. Siz berib tekshirib beqing. Ular Sulton Mahmudning odamlarimikin? Ko'raganiga nima deb kapti? Darhol tekshirib teping. Bosh ustiga sultonim. Xush gapsiz. Uningdan biror xabar bormi? Yo'q, hech xabar yo'q. Nima degan cho'ng bir baxet? Nima degan huzur? Jo'rjoni, maslahatchilarga bu xabarni nadin anglaganligingizni aytib bering. Xabarni Xorazm podshohining vaziri Muhammad Sheyxdan oldim. Mening ularga yozgan maktubimga nihoyat samimiylik bilan javob xat qaytaribdi. Maktubda Sheyx Ibn Sina, Abu Rayhan Biruni, Sheyx Mazihi bilan birga Koragan ilning podshohi bilan ko'rishish uchun Koragan qarab kelyotibdi. Ibn Sina vazirning necha qitim oliylarining oliy janobligini ta'riflabdi. Shunashqa Koragan kelgan siz bilan kelib ko'rishadiganligiga ishonaman oliylari. Siz bilan cho'qim ko'rishdi. Ibn Sina mening yozgan maktuplarimga har doim samimiy javob qaytarib keldi. U salomat yetib kelsa, u cho'qim mening bilan kelib ko'rishidi. Men uning ishonaman. Aliylarining ordisiga kelishimning sababi Ibn Sinadan so'raydigan nurg'un savolim bo'lganligidandir. Ensiravatqanim shuki, yo'lda uning beshiga bir kulpat kelib qilishi, Sulton Mahmud avatgan odamlarning qo'liga tushib qilishidan qo'rqyapman. Anglashimcha Mahmud G'aznaviy Ibn Sinoni ordisidan qo'g'lab chiqaribdi. Yo'q, u faqatla bir fitna. Ibn Sina Sulton Mahmudning ordisiga hech berib boqmadi. Siz buningga ishonamsiz? Bizning anglaganimiz Sulton Mahmud Abu Nasirga 50 parchadan ortiq Ibn Sinaning suratini sizdiribdi va nurg'un allag avatibdi. Bunda qilishdagi maqsadi Ibn Sinani darhol topib huzuriga keltirish ekan. Bu ishonchli xabar. Sulton Mahmud butun allarning valiylaridan Ibn Sinani talab qildi. Uning qarori haqdir. Alloh uningga yordam qilsin. Inshaalloh sog'-salomat yetib kelgay. Uni topa olsam, qasam qilamanki, umrimning oxirigacha uningga talib bo'laman.
va uning yonidan bir qadam ayrılmayman. Uni bir qitim uchratgan edim. Ammo afsuslanarli shuki, Ibn Sinolikni bilmay qoptiman. Men uning ko'raganiga keladiganligiga ishonaman. Jurjani, kelib biz bilan o'ltiring. Men safardan keldim. Bu turqum bilan bu go'zal so'rovga mos kelmagidekman. Agar ruxsat qilsangiz, mushayadil o'ltiray. Xohlaгаningiz bo'lsin, xohlagan joyda o'ltiring. Olaylarning bir yo'li uchun bunchalar hurmat qilishi hayron qolarliq. Nima dedingiz? Olaylar salomat bo'lsin. Ibn Sinoning o'quvchisining Ibn Sinoni tarbiya ko'rgan deyishi odamni hayron qoldirdi. Bu hayron qolarliq ish emas. Afsus, men tek uning o'quvchisi bo'lamadim. Agar tarbiya ko'rmagan deyilsa, men tarbiya ko'rmagan. Hargiz Ibn Sino emas. Anglashimcha Ibn Sinoning ko'z qarashlari peshqadam va yosh olimlarga ta'sir ko'rsatibdi. Men bu to'g'risida hech gap so'z anglamadim. Anglashimcha Aflatunning Ibn Sinodan ta'lim oldi degan gap so'zlar bo'linibdi. Mashhur yozuvchilar haqida mundaq debdi. O bizmi shularning ichida ular qurib qolgan daraxtga o'xshaydi. Agar u deganlarning birasining kallasi joyida bo'lgan bo'lsa, butun tadqiqotimni shuning topshirgan bo'lardim. Shundaq, topshirgan bo'lardim. Aristotel, bilimning haqiqati Aflatun va do'stlarimda. Ammo ularning orasida har doim ziddiyat mavjud. Bularning orasida birini tanlashim kerak. Men har zaman haqiqatni tanladim deydi. Aristotelning xatoliklarini o'tirib qo'ymay qanday yozganligiga hayron qilyapman. Bo'yin tavliq qilib, yaratquchi Allohni inkor qilyapti. Estağfurullah. Bu faqatla Ibn Sino'ni yomon ko'rish uchun deyilgan gap so'zlar. U insonni va dinni yaratuvchi Alloh ekanligini isbotlagan. Shayx mundaq deydi. Boshqa bir qabila bor bo'lib, ibodatni qo'rqqanlik uchun qilmaydi. Ariflar va ularning Allohning zotiga yaqinlashishidan boshqa ishi yo'q. Siz nimani bilasizlar? Siz va sizning ustozingiz hech nima bilmaysizlar. Unda qilmanglar. O'rningizdan turing. Sizdan nurg'un umidlarni kutamiz. Podshoh olaylar, agar bu majlisda Ibn Sinoning ismi tilga ilinsa, mening bu yerda joyim yo'q. Qasam qilamanki, u Ko'raganga kelsa, men bu yerda qolmayman. Agar u dinni falsafa bilan isbotlamoqchi bo'lsa, u bir dinsiz. Kaçma! Men tutulma! Onu çıngmaqlanglar. Men gunohsiz! Men gunohsiz! Uni tutunglar! Men gunohsiz! Meni ishqmaqlaysizlar! Meni ishqmaqlaysizlar! Meni qo'yib turinglar! Men gunohsiz! Alloh hamd sanolar bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima ishingiz bor? Bir savolim bor edi. Men safardan keldim. Ko'raganga bugun Xorazmdan kelishim. Shaharga kirishdan burun o't cho'plarning ustida kesilgan kalalarni ko'rdim.
Nereden geldiniz? Xorazmdan keldim. Nimeni sormoqchisiz? Qora kiyimliklar kim? U yoshchu. Nima gunoh qildi? Men hech nima bilmayman. Deyishga qaraganda Sulton Qabusni o'lim bilan tahdid qildi. Sulton Qabus hukmdor emasmi? Ular Hazreti Ali tarafdorlarining dushmanlari. Sulton Qabus Hazreti Alining tarafdorlari. Allah hamd sanolar bo'lsin. Siz deyotgan ular kim o? Allohumme salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Nima degan g'alit shahar bu? Bu qandoq degan gap? Ibn Sina'nın o'quvchisi bilan talashqinim uchun meni o'rnidan qo'g'lidi. La'nat bo'lsin, uningga la'nat bo'lsin. Ayoli tug'mas. Tuproqlari cho'l darab qolsin. Do'zaxga olib ketsin. Nasli qurib ketsin. La'nat olsin uningga. Shayx, nimaga chiqlab beddua qilyapsiz? Abu Ali'dan nafratlanyapman. Uningga la'nat olsin. Qaysi Abu Ali? Abu Ali Sina. Sizga nima qildi? Nima ish qilingdan nafratlanasiz? Birinchi sababi Sulton Qabus uning kalampay o'quvchisini o'rnida ep qoldi va men Ibn Sinani aybligim uchun meni o'rnidan qo'g'lab chiqadi. Ikkinchi sababi Sulton Mahmudning o'rdisi ilohiyatshunos va olimlarning makoni turg'liq. Ibn Sina u yerdan qochdi. Inson badanining Allohning yaratganligini inkor qildi. Oningdan nafratlaning. O Allohning mavjudligini va yakigonligini inkor qilmasin. Agar o olimlarning va falsafachilarning yaratquchisining bir ekanligini inkor qilsa, albatta nafratlaning. Shundoq. Siz uni tanimsiz? Men dal o'zi shu. To'la joylama. Men dal o'zi shu. Nima ish qilmaysiz? Joylamang. Darhol yo'q qiling. Sizdan nafratliman. Sizning yuzingizga qarash haromdir. Ibn Sina bilan bir shaharda yashashmi harom? Qo'pinglar, tez qo'pinglar. Ay odam, to'p turing. Azroq paranglashaylik. Sizdan nafratlanaman. Eng bo'lmaganda jahon ko'rgan biri deb o'ylaydim. Bu sizga ortiqchilik qildi. Allohning butun la'natlari sizga bo'lsin. Sizning bu so'zlaringiz, nodon qarashlaringiz, qabul bo'lmaydigan badduolaringiz Alloh va Allohning elchisining yanında menga foydalidir. Allohning payg'ambari nafratga to'lgan odamlarni yaxshi ko'rmaydi. Darhol yo'q qiling. Xo'sh kelibsizlar. Sizlar Sulton Mahmudning odamlari bo'lganligingiz uchun ko'rishni qabul qildim.
Shundoq, Sulton Mahmud salimini va hurmatini yetkazdi. Sultan salomat bo'lsin. Temini uzatmay maqsadga kelayli. Shundoq nihoyat muhim bir masala bor. Qoraganda Bag'dod xalifasining yordam ostidagi banditlar nihoyat ko'p. Bizning cho'ng sultonimizning Abbos sultoni bilan cho'nqur do'stligi bor. Vatilar, savdogarlar, gornatlar Qoraganda rahat yashayotdi. Alisiyaning sultonining ular bilan kelishimi bormi? Bu bir tuhmat. Bag'dod xalifasining nomi Qoraganda va masjidda xutbalarda tilga ilinadi. Biz bu yerda boshqa hech kimning nomida xutba o'qishga ruxsat qilmaymiz. Anglashlar qaraganda Qoraganda yangi bir mazhab paydo bo'ldi. Buni jazmlashtira olamiz. Gapni udullik qilganim uchun ayibga buyurma. Hammanglar bilgininglardek men bir elchi. Albiya va hattoki qabilaning oqsoqollarimi sulton Qabus bilan til biriktiryapti. Agar sultonimiz Mahmud oliylari yordamini to'xtatsa, sulton Qabus bir kunmi taxtda ortiq o'tirolmaydi. Undaq sultaninglarga danglar. Bizga berdigan yordamini darhol to'xtatsin. Alayziyaning sultoni danishmanlar ordisiga yig'ibdi. O danishmanlar bizning sultonimizning ordisiga bakrak mos keladi. Qurollarni podshohlar o'zlari biladi. Sultan Mahmud bugungacha Xorazm ilmi qo'lga keltirib bo'ldi. Xayrlik bo'lsin. Ammo Qoraganning atrofini ololmadi. Ba'zan sabablar tufaylidan elishni xolimidi xolos. Oldimda qalaymiqan so'zlayapsizlar. Sultan Mahmudning shuhrati doim biz bilan birga. Padişah sultanğa mening salomimni yetkazinglar. Avatgan ikki elchisining kallasini olmaganligim uchun menga rahmat etsin. Sultanğa o'zim elchi avatman. Darhol bu yerga ketinglar. Xabarchimizning deyishicha, Ibn Sina sizlarning mamlakatinglar ekan. Ebu Nasrning sizgan bu rasmini sizga beraman. Uni topgan aman bizga topshiring. Bizning sultonimiz salom qilib javob qaytirdi. Men osonlikcha bir ishga qasam qilmayman. Ammo hozir qasam qilamanki Ibn Sinoni topsam, jinimdimni bak etib olmayman. Agar sizlar yana bir ig'iz o'shiq gap qilsanglar, kallanglarni kesib sultoninglarga avatib beraman. Anladinglarmi? Ebu Nasr usta bir ressam.
haqiqatan u. Men uningga 3 dirham kitob sotgan. Uni tanıyman. Onu sizin tonundu. Yo'q, bilmayman. Men unutib qoldim ki. Jurjani, Sultan Mahmud'un elçileri doğru ediyor. Ziyadi ve Büver kabilesinin aksakalları, Qabus'un düşmanları. Ular meni taxtdan tushirib, o'g'lim Manu Shayxni taxtga chiqarmoqchi. Ammo o'g'lim Manu Shayx texnoyki yosh, intoyin tantak. Siz Shayx Ibn Sinoni teping. Uningga aytingki, u o'zini hech kimga oshkora qilmasin. Men bilan ko'rishgilimi kammisin. Menga tahdid bo'lgandek, uningga bir tahdid bo'lishini xohlamayman. Agar uni topolsangiz aytib qo'ying. Ko'raganda qolmasin. Mektupda ben onunla görüşkün bağlılığını aytdim. Ama hazır ben onunla görüşsem intayin xatarlik. Siz onu uyunuzga başlang. Ben uyunuzga berip onunla görüşmem. Bunu yeminizde ile bilin. Endi mansanız buludu. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Aşıqlıq haqqında həkimlərinin düşüncəsi oxşaş emas. Əflatunun qarışıca, aşıqlıq təfəkkürünün sırtıdakı bir iş. Aristotel'nin qarışıca, aşıqlıq aşgözlükdür. Və aşıq bolğan kişi xatalıqlarını görənməydi. Bəzilər aşıqlıqni insanın təbiətindən dəb bilir. Yeni bəzilərinin deyişçə, insanlar işqi muhabbətə muhtajdır. Diyojen mundaq deydi. İşqi muhabbət şundaq bir nərsi ki, o insanı hər qandaq nərsidən vaz keçdirələydi. Pərizimcə, işinlar səbəblik işqi muhabbət məsələsi sizlərnin özgü məftun qılıdı. Sizlərmi bu mavzu qızıqıb qalısılar. Bəzi adamlar işqi muhabbətni bekarçılarning işi deb qaraydı. Olimlar, həkimlər və feylasuflar ikki temada o'xshash bir nuqtaga keladi. Aqko'ngillik və sexiylikda ifodasini topgan. Aks chiqarganimizda bu bir xarakterdagi xatolik və qaloqlikdir. Bu sabablik har bir badan sohibi bir go'zallikka egidir. Və insonlarning eng muhim xarakter bo'lgan mallikning ehtiyojidir. Yangilik yaratish və qaloqlikdan o'zini qochiradi. Vücudun demək yo'qlikdan və sizdən ayrilish deməkdir. Amma eng muhim bo'lgani ma'lum individual xarakterga ega bo'lish. Allohning qudrati bilan shunda qaror oldiki, o'tmishdan hozirgacha bütün canlıqlarda bu his tuyg'u və söygü mavjuddur. Shunda qilib tövəndən yuqoriga yuksaladi və yaxshi ishlarga moyil bo'ladi. Bular o'zi uchun foydalidir. Və yaxshi ish qilgan ishqi muhabbatga to'ladi. Yaxshilik odatlanganlar yaxshiga muhabbat bog'laydi. Yaralmish yaxshi bo'lganlarga hamma odamning muhabbati bo'ladi. Faqat yaxshilik bilan o'tganlar muhabbatni oxirgacha davomlashtira oladi. Chunki yaxshilikni suymaganlar suyilmaydi. Shunglashqa ishqi muhabbat baxtning simvolidir. Birdir, o'xshishi yo'qdir. Shunga eng yuqori tuyg'ularga va eng yuqori suygiga sahib bo'lish kerak. Shunglashqa hamma odam suyimlik bilinadi.
ishqi muhabbat ruhning simosidir. Sizlarga har zaman hukmronlik qiladi va qalbinglardagi go'zallikni yoritadi. Bolalarim, bu vajidan ishqi muhabbat ishoninglar, ammo faqatla muhabbatning to'g'risiga ishoninglar. Qaytamsiz ustoz. Bugungi darsimizni o'zlashtirib olinglar. Alloh xolisa boshqa bir kuni boshqa tema to'g'risida suhbatlashamiz. Allah xolisa. Allah xolisa. Nom sharpingizni bilgimiz baydi ustoz. Ismimni nima deb bilginglar kelib qoldi? Ustoz. Ustozimiz Ibn Sino emasmi? Ustoz. Men Iroqdan keldim. Bu Ibn Sinodan qilishmaydi. Ustoz. Men Shayx Ibn Sinoning o'quvchisi. Sizga nihoyat muhim xabar olib keldim. Ammo bu xabarni sizga xoli joyda yetkazishim kerak. Tushunyapsiz? Men Ibn Sinodan xabar olib keldingizmi? Men bilan kelishingizni umid qilaman ustoz. Bo'ladi. Mangayli. Allah emanet. Allah emanet. Xo'sh. Tushundim. Mangayli. Bu qimmatli ustoz bilan tanishimiz bor. Qanidan, nima demoqchisiz? Unchalik ishonchim yo'q. Men bilan mang'ilingiz uchun ko'p rahmat. Siz bilan birga bo'lish meni to'lim xushal qildi ustoz. Men bak xushal bo'ldim. Ismingizni bilmayman. Menga Abu Nasr Farabiyning kitobini 3 dirhamga sotganligingiz uchun qanday rahmat etishni bilmadim. Aristotelning nurg'un kitoblarini o'qigan edim, ammo tushunamagan. Allohdan nurg'un qatam yordam so'rab duo qildim. Duolarim ijobat bo'lib, natijada sizni uchrashtirdi. Farabiyning kitobini 3 dirhamga oldim. Agar Qoragonga bu kitobni og'ili kelgan bo'lsangiz, shuni aytib qo'yayki, bu kitobning egasi men. Yo'q, kitob uchun emas. Sizdan ilm olish uchun keldim. Sizdan o'quvchingiz bo'lg'imba. Umr bo'yi sizdan ayrilmayman ustoz. Ismingiz nima? Abu Ubayda Jurjani. Qabisning salomini va xabarini ilib keldim. Va alaykum assalom. Nima xabar olib keldingiz? Sizdan uni izlab bormasligingiz topildi. Hozir bizning o'yga boraylik. Bir hazardan keyin Qabis siz bilan ko'rishgil keldi. O bu yerning sultoni emasmidi? Sultonning taxti sarosimni qoldi. Mang'ash deb beray ustoz. Endi chidab bo'lolmaysan. Qani digina, Ibn Sino nerdan topa olamiz? Ko'ryapsiz, turklarning odamlari va askarlarining ochiq bakyami. Biz xalqimizning amonlik uchun Sulton Mahmud bilan birlashdik. Sizlarning qo'mondoninglar xalqinglarni boshqaramaydi. Xalqinglarni ham shundoq. Buningni gap olabog'da emas, ketaylik. Sen Ibn Sino nega pardon? Anlashimcha uni sen yoshirib qo'yibsan. Mening bilishimcha, u Alloh hukm qilgan yerdan boshqa yerga yoshirilmaydi. Bildinglarmi? O, sening o'rdangga yoshirib oldi. Ordaning hamma yerini aqtodinglar-ku. Ammo uni topolmadik.
Onu ordudan emas, Kuragandımı tapamaysınlar. Onunla nahayet işençlik bir adamını evetip, Kuragandın tiz ketişini tapıladım. Kuragan keldi, ama ben onunla görüşmedim. Görüşken bolsam mı? O doğruluk sizlerge hiç qandaq ma'lumot bermaydim. O'lgir ablah. Qabız to'g'ri dedi. Endi qanday qilishimiz kerak? Bu qitim topolmagan bahona topsaq, Sulton Mahmud. Sulton Mahmud kallamizni kesib o'tdi. Bundaq bo'z qat'iy bo'lmaydi. Kallamızdan ayrılıp qalmaymiz. Sultan Mahmud'a Koragan'ı onun için tayyorligimizni yetkizimiz. Bu muvaffaqiyatimizni nihoyat dabdabi bilan Ibn Sinon topolmaganimizni bo'lsa, chandumay deymiz. Hech qo'rqma. Ha? Mening taxtimda o'ltog'iningning hesabini hamon bir kuni berasan. Qaysi nomussiz onun taxtiga o'ltirganimni ko'rdi. Kim ko'rdi da'vatiman? Sen bir qadam oldig'iman. Sen emas, yeningdiki. Sana da'vatiman. Bo'la. Qani bora. Berip taxt o'ltir. Berip taxt o'ltir. Otur. Otur da'vatiman. Bu bichar podshohni qanday qilsak bo'la? Onu öldürünler! Bu taxtda nima karamat badu? O'ltirgan odam hadisli o'limga buyurdi. Ajoyib bir ish. Shundoq. Meningcha hayot qolgani yaxshiroq. Turk sultoni qanday qarashdi ekanligini bilamidik. Onu zincirde bağlap, enese kalesiga apırınlar. Onunla ahırkı kararını kim beremiz? Endi ishaplashdi mana. Bosh ustiga. Ammo biz Qoraganning hukumati qo'ltiqini kelmagan tursak, Biz hukumatning ishlari qo'ltiqmidik. Alaysoning qabila boshliqlari taxt uchun bir-biri bilan urush qildi. Qabisni taxtdan tushirib, boshqa birsini taxtga o'ltirgizdi. Taxtda o'ltirgan odamning umr bo'yi o'ltira olishi mumkin emas. Belki et darg'a silishi mumkin. Undaq bo'lganda umrining oxirigacha o'ltirgan hisoblanib qoladi.
agar o'g'lining taxtda o'tirishiga ruxsat qilgan bo'lsa, texmi osonga to'xtagan bo'ladi. Bizning qaror berishimiz uchun qisqa bir mezgillik podshoh ehtiyojimiz bor. Qaror berildi. Qabus zindon etildi. Bu rostli ibratli ish bo'ldi. Shunda emasmi? İbret bo'ldi. Deganlaringizni tushundim. Ammo Ibn Sinoni qanday qilamiz? Bugun bizdan qochib qutula oladi. Ammo boshqa bir kuni uni cho'qim topamiz. Uni yishinglar. Sehrgarlar tushunchasiz ojiz bo'lgan insonlarni o'ziga moyil qildirish uchun ba'zi narsalarni ishlatib ko'zbo'yamchilik qiladi. Masalan, parpur bir narsani ko'z oldida harakat qildirdi. Bu parpur narsalarning yo'riqida uni o'zining tuyg'ulariga boshlab qo'ydi va u ojiz insonlarni sehrdek ma'nisiz narsaga ishontirib oladi. Faylasuflar va olimlar sehrgarlarning kichik bolaning o'yindek bu narsalarga ahmoq bo'lmaydi. Ba'zida sehrgarlar o'zining maqsadini tushuntirish va odamlarni ahmoq qilish uchun xato gap-so'z qilib soladi. Shunda qilish orqali odamlarning hislarini jalb qilmoqchi bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundim. Sultan Qabus salih bir musulmon edi. Afsus. Chiq safar qilib ketdim. Qiyirg'anda uning yanında xotirjam turmush o'tkazsam yaxshi bo'ladigan o'xshaydi. Siz tiq yoshdirsiz ustoz. Sizga desam, Jurjoni, uzun safar meni bakli o'pirtibdi. Mening taqdirim shundoq yozilgan ekan. Hech bir zaman rahat turmush ko'ramayman. Hech bir zaman. Men safardagi odam. Ozroq orom olishim kerak. Hozir safarga chiqolmayman. Sizga demoqchi bo'lganim, mening uzun umrim qolmadi. Eng oxirgi safarimning tayyorligini qilishim kerak. Belim bak og'riyotdi. Anglashimcha, siz nurg'un kasallarni davolab saqlaytib ekansiz ustoz. Shundoq, ammo o'zimning kasalini davolayolmadim. Buning shifasi orom olishdir. Ammo men uchun hayotning uzunligi, hayotning rohatidan bakrak muhim. To'limi muhim. Nima deyotdik? Ha, ilm to'g'risida. Shundoq Jurjoni, ilm boshqa bir mavzu.